Bu inson insof nimaligini bilmaydi. Bu inson obunachilariga pul olib keluvchi sigirdek qaraydi. Bu insonga jazo muqarrar. Tanishing, Xushvaqtov Bahodir Toshmatovich. Tug'ilgan sanasi va joyi 10-iyul 1983. O'zbekiston, Qashqadaryo viloyati Nishon tumani. Millati o'zbek. Bu firibgar ko'p yillar mobaynida odamlarni chuv tushirgan. Bu Bahodir ismli firibgar odamlarga lotereyaga chiptalar sottirib, mashina yutishadi deb ularni aldagan. Ha, to'g'ri. Ba'zi yutuqlar haqiqiy egalariga topshirilgandir, lekin ular aktyor emas deb kim kafolat bera oladi? Menga nisbatan aytilgan hamma gaplaringiz to'g'ri. Haqiqatdan ham men Captiva'ni bermagan edim. Buning uchun men sizlardan yolvorib kechirim so'radim. Ancha yil oldin qo'lga tushganida yig'lab tavba qilgan bu firibgar yillar o'tib o'z qora ishlarini oppoq qilib ko'rsatib, xalqimizni o'zining o'yinlari va shirin yolg'onlari bilan aldab qo'ygani aniq. Lekin biz buni yodingizga solib qo'yamiz. Eslatib o'tmoqchimiz, sodda xalq yana aldanmoqda. YouTube'da million obunachisi bor degani u halol degani emas. Odamlardan aldov yo'li bilan topgan pullari evaziga qimmatbaho mashinalar olib, chet elda sayohat qilib o'zini ko'rsatib yuradigan bu firibgar sizni qanday aldaganini bilasizmi? Bilmasangiz, qarang. Uning hozirgi meniki deb da'vo qilayotgan Telegram kanali. Shu yerda u o'z nomidan ochilgan soxta kanallarga ishonmaslik kerakligini qayta-qayta aytadi. Ya'ni u kanallarga ishonib pul yuborib chipta olsangiz, aldanib qolasiz. E'tiboringizni qarating. Aynan o'z kanalida 2020-yilda murojaat uchun deb link qoldirgan kanalni yillar o'tib parallel ravishda odamlarni aldab pul olish uchun ishlatgan. Kanalga asosiy kanaldan videolar minutma-minut qo'yib borilgan. Lekin shu soxta kanaldan kim chipta olsa, siz soxta kanaldan oldingiz deb odamlarni aldagan va chipta bermagan. Shunday qilib, ikki tomonlama aldov, ikki kanaldan kelgan pul bu firibgarning cho'ntagiga kiradi. Xalq esa buni ulug'lashda davom etadi. Siz qancha ko'p chipta olsangiz, uning shuncha ko'p qimmatbaho uy, mashina va Amerikada dam olishi ta'minlangan bo'ladi. Hurmatli O'zbekiston Respublikasi huquqni muhofaza qiluvchi organlari, maxsus xizmat vakillari, biz sizga murojaat qilmoqdamiz. Iltimos, e'tibor bering. Bahodir ismli bu shaxs yillar davomida ko'plab fuqarolarni aldagan, ularning ishonchini suiiste'mol qilgan. Lotereya o'yinlari, mashina yutug'i degan yolg'on va'dalar bilan odamlarni chuv tushirgan. Bu holat bo'yicha aniq faktlar mavjud. U o'zining yolg'on reklamalari va soxta kanallari orqali minglab insonlarning mehnat bilan topgan pullarni qo'lga kiritgan. Shuning uchun biz sizdan so'raymiz. Ushbu firibgarga nisbatan qonuniy chora ko'rilsin. Uni O'zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq javobgarlikka tortish, zarur bo'lsa, xalqaro darajada qidiruvga berish choralarini ko'rish kerak. Bizning xalqimiz halol, mehnatkash, sodda. Ammo bunday firibgarlarning yolg'onlari ko'p yillar davomida ularni aldagan. Endi esa adolat qaror topishi, haqiqat ochilishi zarur. Adolatni tiklaylik. Firibgarlikka joy yo'q.